Assalomu alaykum hammaga. Yana mana qo'ziqorin videolarimizni qo'yib boryapmiz. Mana yangi o'sha klientimizga urug'larni qilib berib, noldan o'rgatganmiz. Hozir mana joylarida chiqayotgan payti 2025-yil 6-noyabr. Yana kimga mana shunaqa qo'ziqorinlar kerak bo'lsa, ekishda noldan hamma narsasini o'rgatib boramiz. Tayyor bloklar kerak bo'lsa, tayyor bloklar qilib beramiz. Sotishga o'zimiz yordam beramiz, klient topib beramiz. Agar uzoqroq joyda bo'lsa, o'sha tomonlardan beramiz. Agar vodiyda Farg'ona, Andijon, Qo'qon, Namangan bo'lsa, chetlarda ham o'zi klient qilib beramiz. Konserva qilishlarni o'rgatamiz o'zi veshinkalarni. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu ekraningizda ko'rib turgan nomerlarga telefon qilsalaring, tayyor bloklar ham qilib beraveramiz. Keyin ekishda noldan o'rgatib, to chiqarishgacha bo'lgan jarayonni o'rgatib boramiz. Mana hosillarimiz yetishtirilgan. Mana misol o'zimizda bizda probirkalarni o'zimiz noldan olamiz. Har safar bizda yangi probirka bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin. O'zimizning laboratoriyamizda qilingan o'sha olingan probirkalar bizda tezda yangilanadi. Ishonchli, sifatli K17, NK35, P80 urug'larimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilinglar, bog'laninglar. Biz o'rgatib boramiz. Mana shu laboratoriyamizdan olingan video lavhalar, matchli mitseliyalarimiz. Shu probirkadan keyin matchliga olingan holatlari, o'sishi, mana urug'da oqligini ko'ryapsizlar. Hamma jarayonlar bizda tushuntirib boriladi. Qo'ziqorin ekishda urug'larimiz, agar urug' o'rganaman degan odamlar ham bo'lsa, ko'rsatib boramiz. Mana tayyor bo'lgan urug'larimiz, 1 kilolik urug'lar. Kimga kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilsalaring va Telegram orqali bog'lansalaring, yetkazib beramiz. Vodiy bo'yicha. Mana ko'rishlaring mumkin, oppoq, chiroyli urug'larimiz. Ishonchli, xudo xolasa shu urug'lardan chiqayotgan hosillarni ko'rsataman. Hozir ko'rasizlar yana bir navbatdagi mijozimizdan kelgan videolar ko'rishlaring mumkin. Mana inshaalloh Alloh baraka berib, mana hosillariga ko'z tegmasin. Chiqish jarayonlari ko'rishlaring mumkin. Bular qoplar 30 ga 60 qoplarga ekilgan. Bu yerda jami hozir 100 kiloda 110 kilo urug' ekilgan. Kimga shunaqa joylar kerak bo'lsa, joylarni, stilajlarni hamma narsasini o'zimiz o'rgatamiz, ko'rsatib beramiz. Agar yaqinroq joyda bo'lsa, borib ko'rsatib, tushuntirib berishimiz mumkin. Kimga shu qo'ziqorin qiziq bo'lsa, shu qilsalaring, telefon qilsalaring, boshidan o'rgatib beramiz. Bizda unaqa hamma yo'q, ishonchlik, xaridorgacha o'zimiz qilib beramiz buni. Qo'ldan kelganicha o'sha mijozlarimizga doim yordam berib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosib turinglar. Biz bilan bog'laninglar, biznes qilinglar. Rahmat.